Agar siz Android ishlatadigan bo'lsangiz, siz uchun juda ham muhim va kerakli yangiligim bor. Bilasiz, hozirgi vaqtda Telegramda har xil zararli APK fayllar juda ham ko'payib ketgan. Bulardan atiga bittasinigina sinfga qiladigan bo'lsangiz, Telegramingizdan ayrilib qolishingiz mumkin, shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlatib qo'yishingiz mumkin va hattoki plastik kartangizdagi pullarga uxlashingiz ham mumkin. Google aynan mana shu muammoga yechim topish uchun hozirgi vaqtda site loading, ya'ni Play Marketdan tashqari tasdiqlanmagan dasturlarni o'rnatishda qoidalarni qat'iylashtirmoqda. Bu qoidalarda nimalar o'zgaryapti? Birinchisi bu 24 soatlik kutish. Tasdiqlanmagan dasturchilarni ilovalarni o'rnatishdan oldin siz majburiy 1 sutka kutishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi majburiy restart, ya'ni bitta ilovani, tasdiqlanmagan ilovani o'rnatishdan oldin siz telefonni qayta yoqib o'chirishingiz kerak bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Ya'ni masofadan turib firibgarlarni telefoningizga ulana olmasligi uchun. Uchinchisi esa yana bir marta qayta tasdiqlash. Ya'ni siz misol 1 sutka kutdingiz va kutganingizdan keyin ham sizdan barmoqingizni yoki pin kodingizni so'raydi. Ya'ni qara, sen haqiqatan ham o'sha programmani sinfga qilmoqchimisan yoki yo'qmisan degan ma'noda oxirgi o'sha cheklovni so'raydi. Barmoqingiz yoki pin kodingizni kiritish orqali ana undan keyin ilovani o'rnatish imkoni bo'ladi. Bu choralar albatta biz foydalanuvchilarni shoshilinch qaror qabul qilish va bank ma'lumotlarimizni o'g'irlovchi zararli dasturlardan himoya qilish maqsadida o'ylab topilmoqda va bu 2026-yilning oxirida bosqichma-bosqich, 2027-yilda esa butun dunyo bo'ylab amalga oshishi kutilmoqda. Bu videoni shunaqa Telegramda har xil zararli APK fayllarga aldanib qolgan va Android ishlatadigan tanishingizga jo'natib qo'ying.